Kuatum Nebican. Assalamu alaikum, hürmetli kırındaşlar. Her birinlarının ekranımıza hoş geldinler. İnşallah bugün bir programımızda biz her birleriga e'lon qilgandek bizning Maybiroq jurnalininki sobiq mas'ul muharrir, mustaqil tadqiqotchi, pedagog Abdurashid Niyaz akamizni ekranimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum Ajimka. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nebican ala. Nafka mayolun yaxshi salomat turibmiz. Yaxshi, rahmat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib, suhbatimizga taklifimizni rad qilmay kelib berganingiz uchun rahmat aytaman. Hammamiz ko'pincha biladi aka. Sizni bizning Qarmay shahridagi hammamiz taniymiz. Qarmay shahridagi jamoat arbobimiz, biz ko'z ko'rgan akamiz, bizning yurtning beshi. Shunday bo'lsa-mu, mana sirdagi qarindoshlarimizga bir qo'r sizning qisqacha bir tarjimonligingizni bir deb bergim keldi aka, ruxsat bersangiz. Men qisqacha bir sizning ko'rman qarindoshlarimga kichkina ma'lumot bersam. Abdurashid Niyaz akamiz Sharq Turkistonning Qarmay shahridan 1981-yildan 84-yilgacha İli Pedagogika Universitetininki Uyg'ur til adabiyot fakulteti, 87-yildan 90-yilgacha Sharq Turkiston Radio Televiziya institutining tarjimonlik kasbida o'qigan. 92-yildan 96-yilgacha bo'lsa, Sharq Turkiston Neft Ma'rif institutining ilmiy jurnalida doim ishlarga mas'ul muavin bosh muharrir bo'lib ishlagan. Qo'shimcha yeziqchilik bilimlaridan dars bergan. 96-yildan 2000-yilgacha Qarmay shahridagi bizning bir danliq Maybuloq jurnali va shu yerning adabiy jurnalininki mas'ul muharrir bo'lib ishlagan. 2000-yil bo'lsa, xizmatdan istifa berib, xizmatini tashlab chiqib ketgan. Anandan keyin vatanda asosliq shu e'lon qilgan asarlardan nuqtali qilib masalaga vatanimizdagi Tarim qatorliq jurnal va gazetlarda taxminan 100 parchaga yaqin hikoya, she'r, ilmiy maqolalar e'lon qilingan. Jannatga avatilgan xat nomli hikoyasi vatanimizdagi har qaysi gazetlarning adabiy betida e'lon qilingan hikoyalar musobaqasida birinchilikka erishgan. Anandan keyin bo'lsa, Yangi avlodlar hikoyasi nomli asar bo'lsa, Qaryoqut mukofotiga erishgan. Undan boshqa yana akamizning tarjima asarlari bor. Tarjima asarlaridan elektronlik mengidagi Qur'on, Imom G'azalining Ey o'g'il, Abu Lays Samarqandninki Tanbih G'afilin nomli asarlaridan Oriyalar, ota-onasi bor yetimlar, hissiyat orqali davolash, Savoqdishim Gurbachov qatorliq asarlar bor. Undan boshqa yana nurg'un asarlar bor. Buni hamma bir yerda tilga ilib o'tamidim. Asosliq shu kasbiy hayoti ma'rif va tahrirli xizmatlarda o'tgan. 2007-yildan 2016-yilgacha Misrda ona til ma'rif bilan shug'ullangan. Hozir Istanbulda muajiratdagi farzandlarimizning ona til uchun kitob tuzgach, o'zining biografik romani Qohira iztiroflari ustida jiddiy ishlamoqda. Shuna bilan birga qarindoshlar, hamda shu nimada muajirat hayotida o'zining adabiy taxallusi Ixlos nomida nurg'un asarlarni yozdi va e'lon qildi. Buning asosli tipik misollaridan shu bizning Ilibpani 2016-yili tuzga Ilibpada shu Ixlos nomida Ilibpani nashrga tayyorlab, uni keng shu muajiratdagi qarindoshlarimiz, bolalarimiz, avlodlarimiz uchun o'qishli qilib uni tayyor qildi. Yaqinda shu yana savodi chiqqan bolalar savodni chiqarish o'qishli qatorliq 7 kitobni nashrga tayyorlab sundi. Ba'zilari nashrdan chiqdi, ba'zilari chiqish oldida. Inshaalloh bu akamizning qilgan xizmatlari nurg'un, shuningdek bir ozroq qismini har birlariga bir shaklda yetkazgan bo'ldim. Xo'sh, Ajimka, bugungi temamiz til va tafakkur to'g'risida bo'lgan bo'ldi aka. Til va tafakkurda asosli biz shu har bir suhbat programmamizda bir temani yo'ritib berishni nishon qildik. Hamda suhbat programmamizning umum temasi muajiratga kun tartib. Anglag'uchilarimizga bir azroq shu muajiratga kun tartib to'g'riliq kun tartibimizda bo'layotgan masalan tilga oid, dinimizga oid,
farzandlarimizni tarbiyalashga oid bo'lsin, ya'ni keyin siyosat, iqtisod va har xil shakldagi bizlar bilishga tegishlik, hattoki so'zlarning ufqum doirasi, qo'llanishi qatorliq jihatlardami shu suhbat programmalarini uyushtiramiz. Bu suhbatlarning ko'pinchasiga Abdurshid Hojim akam biz uchun nima bo'ladi? Asosli bizning aziz mehmonimiz bo'ladi inshaalloh. Hojim akam tuvanda Hojim akamga so'zni beraman. Xo'sh Hojim akam. Nabijon akam, rahmat. Aldı bilasizning işte bir muhaciratdagi kun tartib deydigan bir programmani o'rlashtirishing alqishlashga tegishli bir ish. Boshqa qarindoshlarimizmi mustaq YouTube kanali orqali ba'zi bir ziyoratlarni qilib ishlarni qilayotgan bo'lsa-mu, lekin universal bo'lgan bir programma yo'q edi. Bu bo'shliqni sen to'ldiradigan bo'lding. Bu muhacirat kun tartib degan chog'da shu haftadagi yangi naslni emas, balki Uyg'ur millatiga, Uyg'ur millatining manfaatiga umumyuzlik chetishlik bo'lgan masalalarni kun tartib kirgizib so'zlaymizligidan anglab ben hoş buldum. Bir universal kanal bo'ldi. Allah xolisa universal bir program bo'ldi. Til ve tefekkür edilen bir temini yoritaylı depse ait hoş buldum. Çünkü tilden ibaret bu nersini Uygur milletinden başka milletke ehmiyeti sözleşinin haceti yok. Fakat Uygur milletinden bu tilninki ehmiyetini hazırgıça sözlep kelyapmiz. Hazırgı sözlep kelyapmiz desek yakınki zamanda, yani o'ttir zamanda, onun ilgili zamanlarda devrede olsa Uygur tilimiz xalqaroniki texnik til bo'lgan. Yani bugünkü ingliz tilinin rolunu oynagan Uygur tili. Unda biz hazırki ahvalda biz zag'ir tilda eser yazılgan zag'ir tilda nutq so'zlaydigan aluvchi qilishimiz sebep beparvarlik ekletmemesini kelib chiqqan masala deb qarayman. Xo'sh, programmani boshlashdan, suhbatni boshlashdan burun vaqt o'tib ketgan bo'lsa-mu, Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan bekitilgan 15-iyun xalqaro Uyg'ur ana til bayramimiz muborak bo'lsin ukam. Undan keyin sinamish programmalar orqali Nuriy Turkal efendimninki Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi bo'lganligini tabriklayman. Undan boshqa yamara bir cho'ng bir ishni vujud chiqadi Baxtiyor Bo'ri efendim. Avustraliyaning Sidneyda Xitoyni rasmiylab gangirtib qo'ydi. Gangirning chiroyi chiqdi, butkul dunyo bildi desak bo'ldi. Uyg'ur degan bir millatniki jasoratini qayta namoyon qildi, jasoratini namoyon qilgan bo'ldi. Vallahi billahi o kadar suyundimki, Bonaparte Napoleon'un meşhur bir gap var. Dünya taklit kılmaydigan birden-bir narsa jasorat deganchi. Naqshunda u yerda bir jasorat ketgandan boshqa bir vijdoniy burchni ado qilgani bo'ldi desak bo'ldi. Ayni vaqtda qarmaydi ismini bor, o'tap yuzbadi 8-dekabr o'tap yuzbadi 94-yilda. Çoğda seynige, ot ketken seynige yakın oltağın Uygur balları asasen kutulup çıkıp ketken. Yani seyni aldı oltağın Uygur balları. Seyindik Uygur balları. Mesela Abdurrahman Zıltar'ın kızı seyni riyasetçi de. Şu seyni kıyıp ketken değil mi de? Bu Xitaylar məxsumuş temada jığınaşkan. Jasa bilmese biz marif işte bilimiz bunu. Ne bir jığınaşkan desen bu bizim ballarımız vaqırap jaqırap ölüm gözünü uğan vaqtida Uygur balları qandaq hayat qilishni, qandaq qech qutulishni o'rgangan. Hatta derizdan sirtda velosiped qo'yadigan lapasni tepaga o'zini atqa atsa, saq qoldigan deb derinchi shu yerni o'zini ip chetga Uygur balları var. Bu nima desa, boshqa yusiz bir ishlar kelgan chaqda inkas qaytirish, o'zining pozitsiyasini, mavqesini bildirish. Bu bir xil Uygur milleti sunmaydigan bir rol. Xitoyda bunu sundiramaydi bunu degan. Baxtiyor Bo'ri efendi ifodaladi ana. Chajrabtib Uyg'ur degan terrorist emas, men Uyg'ur gapimiz qilar likchak emas qo'y Xitoy degan zot bir araq o'xshash yumshoq haq hamda uni. Uning bir xarakter to'g'risi ta'bir berishga mumkin emas hamda. Xo'sh, unda bo'lsa
bir muqaddim kısmını kirib olgan bo'ldik. Turkiyada hozir Sham namozi azan to'lgan fikam. 5-10 bo'lgan bo'ldik endi. Xo'sh, til va tafakkur degan bu tema so'zlashdan burun tilning paydo bo'lishi. To'g'risida qisqa taqdim etdik. Demek bo'lgan fikrimiz texim yaxshi yo'riy deb o'ylayman. Tilni qanday paydo bo'lgan degan chog'da bu butkul dunyodagi tilshunoslar, etnologiya olimlari tadqiq qilib 3 xil farazni o'ttirib qo'ydi. Birinchisi til taqlidiy tovushlardan kelib chiqqan, yani taqlid qilish orqali kelib chiqqan degan qarash. Yani bir narsa taqlid qilish. Uyg'ulagan guldirgan ovozlardan, to'g'ilgan ovozlardan shu do'rash orqali kelib chiqqan deydi. İkinci bir ko'z qarash bu materialistlarning ko'z qarashi. Sen bile biz maktabda o'qigan vaqtimizda materialistlarniki tilning emgak bilan paydo bo'lgan, til emgak paydo qilgan. Zaten insonlarning emgak yaratgan deb qo'ydilar bular. Ama bu bir akademik ko'z qarash, dunyoni qaplagan bir ko'z qarash bo'lg'achqa buni deb etmasak bo'lmaydi. Gerçi materyalistlarning ko'z qarashi bo'lsa-mu, bunu deyishga majbur bo'lamiz. Chunki emgak yaratgan insonlar o'rtaq ishlash jarayonida bir-biriga ehtiyot qilishgan, bir-bir sunish orqali, berish orqali, elish orqali degandek, o'sha vositalarning qo'llanishi bilan til maydonga kelgan deydi. Uchinchi ko'z qarash bu bizningki asosli ko'z qarashimiz, ham buningga iymonimiz bilan e'tiqod qilamiz, tilni Alloh yaratgan. Chunki Alloh yaratganlik to'g'riliq Qur'on Karimlarda oyatlar bor. Millatlarning yaratilishida oyatlar bor sura Hujuratda. Degende. Hem de tilninki Allah yaratgan degan bu ko'z qarashni nima orqali isbotlaymiz? Taqlida tovushdan kelib chiqqandik, embekdan kelib chiqqandik, endi Allah yaratdi bu tilni. Qanday isbotlaymiz deb. Adem alayhisolamninki yaratilish jarayonida farishtalar bilan Allohning o'tirib bunda bir suhbat bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo inson yaratdiman, odam yaratdiman, yer yuzida, zaminda degan vaqtda farishtalar savol qo'ydi Alloh taologa. Ya'ni bu bir qon to'kadigan, buzg'unchilik qiladigan bir qavmni nima yaratilgansan degan bir savolni qo'ydi. Qo'ygan joyda olimlar bu to'g'riliq 3 xil rivoyat qildi. Birinchi rivoyat nima desa, nima uchun bunda savol? Biz so'zning o'ramini bilyapmiz buni. Qon to'kadigan, o'zi buzg'unchilik qilib boradigan degan gapni ishlatadi. Ya'ni kelgusi zaman peyamda ishlatadi bu yerda. Demak, bu o'ramida tek Adem alayhisalom yaratilmagan, inson yaratilmagan. Tunji inson yaratilmagan vaqtda. Bu yerda farishtalar Adem alayhisalomdan ilgari, insonlardan ilgari jinlarning yaratilganligiga qarab buni ashta faraz qilib bilgan deydi. Bo'lsa Alloh taolo o'zi deb bergan deydi. Men shunday bir kishilarni yaratdim, bir qavmni yaratdim, u qavmniki yani Adem deb yaratdim bir insonni, uning ballari shunday yer yuzida buzg'unchilik qildi, psixofasad qildi, qon to'kdi deydigan bir xabarni bayon qilib bergan deydi tafsirchilar. Uchinchi birisi bo'lsa farishtalar inson degan so'zni qarab turib bizga o'xshash bir taqvodor, nurni yaratgan bir maxluqotlarning tursa, sana zikr tasbih etib turgan. Nima uchun sening ne'matingni unutib ketadigan bir qavmni yaratgansa Alloh deb o'sha savol qilgan. Chunki inson degan so'z arab so'z, uning so'z yiltisi masdar bo'lsa nasiya, ya'ni unutish, unutmoq degan so'zdan kelib chiqqan. İnson degan so'zning ma'nosi unutuvchi degan ma'nodagi so'z bu. Mushu so'zning ma'nosiga qarab sen bir sen ne'matini unutib qolgan, bunda bir maxluqotlarni yaratsa Alloh deb bunda savol shaklida qo'ygan deydi. Demak, men bu uchinchi tarafiga qarayman. Ya'ni mushni sab put desab tur deyman. Chunki har qanday bir so'zni qilgan vaqtimizda bizningki u so'zdan bizningki po'st yerimiz, mavqarimiz, maydonimiz bilindi. Yani ilmiy quvvatimiz so'z orqali ifodalandi. Hamma narsani bir kishi bilan muomala qilgan vaqtimizda cho'qim va cho'qim so'zni iborat, tilni iborat bu vositaga tayinladi. Bu tilni iborat bu vosita jumla nima bilan
teşkil tapıdı, sözden teşkil tapıdı. Şu sözle karab, bir karşı tarafımızdaki adam dinda vat kaldığını biliyor. Şu açıdan tilni biz Allah kural deymiz. Bu Allah kural degan insanlar bilir de. Tilsiz insanın mümkün emas, yaşayamaydı. Demek tilninki insanlarnınki hayatıda Evet. orada baskılmagan bir vasıf oluşdaki sebep tefekkürünki taşkı post bo'lganligi uchun. Yani biz her kanda fikrini, her kanda uyumuzni, her kanda xiyal tasavvurlarimiz, o'ylaganlarimizni til orqali ifoda qilamiz. Til orqali bayon qilamiz. Demek biz tilninki ijtimoiy rolini bilimiz. Ama qanday darajada degan chog'da bu mutlaq. Yani til orqali insonlar bir-biriga aloqa qildi. Bu aloqani tildan boshqa narsa basamaydi. Her qancha ilg'or narsa bo'lsin-mi? Bugungi kunlikda texnik o kadar taraqqilashib ketdiki, alqam bilan yer sharini bilyapmiz sekundlar ichida. Demek tildan iborat bu aloqa vositasi insonlarniki aloqa quroldan bo'lgandan boshqa tafakkurniki namoyandisi. Yani tafakkurning moddaga aylangan qismi desek bo'ladi. Yani tovushdan iborat bir nus aylangandan bu moddaga aylangan bo'ldi. Qog'ozga chiqsa bu aniqlan bir konkret narsa aylangan bo'ldi. Demek tilninki vujud qilishi va tilninki insonlarniki rolida bu qat'iylam gap sig'maydi. Hem tefekkür dediğimiz oylaş, fikir qilish, tasavvur, xiyal qilish degan gap endi. Bundaq bir narsalar cho'qim va cho'qim so'zlarni tashkil topgan bo'lishi kerak. Garchi men o'ylayotgan bo'lsam, shu o'ylayotgan narsalarim jumla shaklida keldi, abzor shaklida keldi, bo'lak shaklida keldi degan taqdirdami, shular nimani tashkil topadi? Bir hukm doirasi bo'lgan, idrokiy ma'nosi bo'lgan so'zlarni tashkil topadi. Kaliforniyadagi bir tadqiqot markazi bu insonlarniki til qandaq qildi, ya'ni til bo'z bulan bo'lmamda, tilsiz tafakkur qilib bulan, fikr qilib bulan bo'lmamda insonlar mingtatgan chog'da tilsiz inson tafakkur qila olmaydiganligini bildi. Demak biz tilimiz bo'lganligimiz uchun Allohning maxluqotlarining ichida eng aziz bir maxluqotga, qavmga aylandik. Hayvanlarda til yok. Ama ular tuyg'u bor. Allah Teala atakan bevosita tuyg'u bor. Yani mesela kunduzni misal alsak, kunduz tug'ilish bilan o'ziga suambir yasaydi. Yani insonlar suambirni yasagan, lekin suambirni yasagan vaqtda suvniki besimga bardosh berolmay, to'sma o'rilib ketgan. Buni charzni qanday tepish kerak degancha, kunduzniki o'ziga suambir yasaganda to'simni yaysman shaklda qildiganligini, bu yaysman shaklda suvning besimiga bardosh berganligini olimlar shu kunduzni o'rgangan. Yani eserlerisi misal alsak, eserlerisi her günlükinin hiç qanday o'rnini bo'sh qo'ymagan ahvolsa 6 burchak ekan, 6 silindrlik shaklda yasab chiqdi. Demak, insonlar uy sog'an vaqtida uydagi bo'shliqlarniki qanday foydalanishni o'sha har kuniki yani u yasashidan o'rgangan desak bo'ladi. Demak, ulardagi aql, tuyg'u istiqil oldi bo'ldi. Ular o'zaro aloqa qilishdi, lekin Kitler nimler arkadaşlar tuyg'u, yani Allah atakan tuyg'ular bilan yaşaydı. Ama insanlar için o tuyg'udan başını kechirib bo'lgandan boshqa tildan iborat konkret vasıta orqali bir-biridan aloqa qildi. Bir-biriniki maqsadini tushundi va o'zini ifodalaydi. Demak, tilninki roli insonlar turmushida favqulodda zo'r rol o'ynaydi do'qanda. Chunki shu İnsanlar her bir sözden insanlarınki psikikisi olsun, karakteri olsun, günlük turmuşu olsun, royaltı fevkalade zor tesir kıldı. Mesela bunun tipi bir misalda düşünsek, Solomon efekti bir efekt var. Bunu marif sözdeyimiz. Solomon efektinde sözdeyimiz bunu ballağa sözden işletken vaktimizde bu Solomon efektini bilmesi bulunmaydı da Solomon efektini alayda ders tıkıp üdüdü. Yani okutuşan terbiyeleştiğinde birden bir vasıf olmuşsun bir
effekt şekilde bir metot şekilde üyütüldüm. Yani nim degenge bu Solomon effekti desem fikrim. Tinch Okeandagi bir aral döldü. Tinch Okean arallarındaki bir aral döldü. Solomon'da bir aral döldü bakın. U yerdeki xalq kep samoqchi bo'lsa, uy samoqchi bo'lsa, atrofdagi o'rmonliqlarga chiqib 5-6'sı. Hal buk borsa o'sgan, yo'g'on, lim qilishga yaraydigan bir yog'ochni o'rilib, butunlay insonlar ishlatgan salbiy ma'noga so'zlarni ishlatadi ekanda. Sen daraxt yo'g'on bo'lganda hech nimaga arzimaysan. Sening yo'pirmoqlaring yeshil bo'lganda atini sarg'ib ketdim. Sen o'tin bo'lishga yaramaysan. Sen hech nimaga arzimaysan. Sen yo'g'on bo'lganingdan o'tib insonlarni döt kalvatsiya qanday kayfiyat buzilgan bo'lsa, mushu daraxtligimi, aşı daraxtniki sufatiga mos bo'lmagan, aşı ishlatish orqali bu daraxtni quritdi ekan. Ya'ni aşı gapni so'zlab, aşı jumlalarni ishlatib, so'zlarni ishlatib qaytib ketgandan keyin, yashab o'tgandan keyin daraxt tuyuqsizlangandan so'lishib, sarg'ayib, porlashib, qaqshalish boshlaydi ekan. Shundan keyin sonra kelib lim qishildi ekan. Bu Solomon effekti demek, sözünki insanlara qancha zo'r deri ta'sir qildirganning tipik namoyandasi bor. Dünyada effektlar intayin jiq. Solomon effekti deymiz, timsoh effekti deymiz, kepinak effekti deymiz, Diderot effekti deymiz. Effektlar jiq. Lekin ma'rifat ishlatilgan ikki effektninki birisi mushu Solomon effekti. Demek, sözün bu kadar zor rol borligini biz Peygamberimiz tüvenlik hadisini bilerleyimiz. Peygamberimiz deydi ki, baldırığını yaxşı bilana deydi. Dikkat kılınlar. Çünkü kalbinin kuluku var deydi. Demek biz ama boğak bala ve kiçik dep sözlerle ihtiyar erkenlerde kolunumuzu işlediğimiz ailemizde. Ama o sözler balalarınki kalbi kiriş arkalık bu balalarda bir psikolojik hala şekillendiğini bunu tipik namayandası buldu. Desek buldu hem. Demek sözünki bu kadar mühim rolünü bilgeçke terakkanlarla şu söz ügünüşke fevkalade zor rol meblağ saldı hem de. Bir okuğuçununki birincisini tatip ta Ali mektep bitecek. Hatta Ali mektep imtihan belgesi bolgan 10-12 kişilik ma'rif jarayonida tilni birinci o'rin qo'ydi. Mesela Fransuzlar 12 kişi ana til ügünde. 12 kişi başka falan ügünüş başlaydı. Yani 12 kişi edebiyattan başka hiç qanday tilni öğrenmedi. Tillam özün til edebiyatı ügünde 12 kişi fizika, tarix, coğrafya, edebiyat degan fanlarni ügünde. Bunu men ana bayram qilib so'rash chiqmasin. Ara shundoq ekan. İngiliz misal algan bolsak, yani bu sözden ügünümüz hem de qancha söz bo'lgan vaqtimizda bu bizim hacimiz chiqadigan joyda tuvan istatistik qarab baksak, bu sözdinki insonning turmushida qancha rol o'ynaganligi shundaqla ahamiyatni bilgan millatlarga bugungi dunyoning narisini obdan bilamiz. Mesela inglizlar bir o'quvchi birinchi sinfda oliy maktab bitagich bo'lgan jarayonda 92 ming so'zlik ügündü ekan deb 92 ming so'zlik. Bazı manbalarda 71 ming so'zlik debdi. Mayli qanday bo'lsin 92 ming so'zlik degan gap qancha gajim desek, bizim nashr qilgan bir so'zliklar izoh lug'atimiz bor. Hozir zaman Uyg'ur tilining izoh lug'ati 6 tom. Unda 49 yil tatib hozirgacha bo'lgan so'zlar, hozirgacha emas, shu nashr qilingan bo'lgan so'zlarni aralıqda kirgizgan so'zlik bor. Aş söz qancha 60 ming so'zlik aş. Yo'g'on mo'ydaq 20 santimetr qilliqdagi bir kitaplar 60 ming so'zlik şu. Demek bir İngiliz o'quvchisi maktab bitdagicha 92 ming so'zlik o'rgansa, nemislar 90 ming so'zlik o'rgandi ekan. Ma tayyor qolgan tizimga qarab baqayın. 92 ming so'z, nemislar 90 ming, yaponlar 42 ming. Finlandiyaliklar, İtalyanlar 40 ming. Ma Türkiye'de yaşayan Türklerine Uygurlarımızdan ait obdan bilimiz. Türkler balalarning tilmasizlik dek ko'ngli bildi. Kichikdan birinchi sinfdan til savad chiqib bo'lgan ekan balalarniki u hikoya o'qa, bu cho'chak o'qa, bu masala o'qa deb topshiriqlarni berdim. Hatto biz dars o'tayotgan bo'lsak, shanba kunlari o'tamiz asosiyatni darslarni. Shu yerda balalar shu cho'chak o'qiyotgan yoki hikoya o'qiyotgan, nima ish qilsa dars o'qitsak, ma'lum ayatigacha shu hikoya o'qib bo'lmasa,
malum tanqidlaydi malum bizim to'g'ri tushunsin deb bo'pti deb o'qilishi yo'l qo'yma lekin mening dars vaqtimni o'qimanglar buni mening vaqtimni egallasang olmaydi ana tilga ahmiyat bermasang olmaydi ana tilni turk tilini o'rganganda o'rgansa savodashlar deb qo'yman shundoq o'rganadigan Türkiye ma'rifida qancha so'z o'rgandik bilamsa Nabijon ukam 9000 so'zlik demak 9000 so'zlik bilan ya'ni 100% bir so'zda sen o'zing o'y fikr 9% so'zni o'zing fikrini o'zing namoyon qila olaysan hamda 100% so'zning 92%ni qabul qilib o'zi ifoda qilgan millatlar o'zing so'zlashtirib boqni yoki kishi so'zlashtirib boqni o'zingni haq nerede biz nerede shunday bir gap degan menga bu inglizlarniki bu tanrı ziyorat kelgancha degandi bu amerikaliklarniki bu gap tushunishlar favqulodda yuqori siz gapni beshin deb qo'yguncha gapning o'ramini bilib bo'ldi ajoyib tushundi deb demak bu yerda so'zlarniki o kadar zo'r rolni bilgan bu millatlar nerede hozir Nabijon dünyadaki en güçlü qatori dünyadaki siyasi saynisdeki ilg'or millatlar kuchli millatlar desak bo'ldi xo'sh ham tilni so'zildik ukam tilniki insonlarning hayotiga yashash iqtidoriga zo'r rol o'ynaganligini ko'pincha kishilarimiz hatto siyosiylarimizni bilmaydi desak bo'ldi bir qism siyosiylarimiz bor tilga ahmiyat bermaydi hatto voy bu nima ish qilsa uyg'ur tilini o'rganib buni o'rniga matematika fizika ximiya kompyuter o'rgansam bo'lmamda deydi to'g'ri bu sanoat fanlarini o'rganishimiz tabiiy fanlarni o'rganishimiz bizni bir kuchli qilishimizda taraqqiy qilishimizda favqulodda zo'r rol o'ynaydi ammo tildan iborat bu narsa bizni siyosiyon qildi bizni filosof qildi muhimi bizni ideologiyaga ega qildi milliy ongga ega qildi tuandagi misollarimiz qarab boqaylik Nabijon til bo'lmasa bir millat til bo'lmasa u millat milliy ong bo'lmaydi bu bir ikkinchisi milliy birlik bo'lmaydi bunun tipik ikki misoli bor men jiq misol keltirdim Italiyani o'tirib o'sha Fransiya bilan Germaniya misoli qilaylik 1789-yilda Napoleon Bonaparte Kurskdan Parijga u yerda xalqlarniki asosan degidek 13-14% o'rtaq til so'zlashadiganlar qolganlar asosan degidek shu so'zlaydigan ya'ni zag'ir tilda mana sokaq dil deydi-ku mana turklar ko'cha tilda biz zag'ir til deymiz uni zag'ir ishlatiladigan odat chiqib qolgan ko'rgan Fransız milleti Nabijon Fransız milleti degan dunyoga Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Descartes, Diderot qatorliq olamshumur mutafakkirlarni filosoflarni yetishtirib bergan xalq Fransuz xalqi degan. Shunday. 1789-yilda nimlab qolgan shu Napoleon 20 yosh vaqtda. Shuni his qilgan. Demak, 13-14% xalqi o'rtaq bir tilni ishlatib aloqa qilgan bo'lsa, ko'pincha kishilar o'zininki bilgincha ish bilan so'zlab ishlab yurganligini qarab, bu millatning tilini tirildirib olmasam, Fransuz millati yo'qaydi degan. Va mushu g'oya uchun kurash qilgan 1804-yilda birinchi imperiyani qurib chiqqan. Bugungi kunimiz Nabijon, men qistirib ketayotay. Naq shu Fransuzlar 1789-ga olib o'xshaydi. Yani bizim tarixda Mahmud Qashqari degan bo'vimiz tilshunos, Silishtirum tilshunosining asoschisi, kashfiyotchisi bizim tilimiz arab tilida belgi tushalaydi deb divan lug'at turkni yozgan bo'lsa, Nabijon ukam 15-asrda Alisher Navoiy bo'vimiz, shoirimiz, tilshunos, filosofimiz bizim tilimiz Fars tilidan qilishmaydi deb muhokimiyat til lug'atayn deydigan ikki tilning munozirasi, ikki tildagi muhokima degan asarni taqdim qilgan. Bizim tilimizga sizning tilingni qilishmaydi juma deb Mahmud Qashqari bo'vimiz
Arap tili bilan, ya'ni Qur'on Karimning tilida bo'lgan arab tilidan beguvchalaydi deb kitob yozgan bo'lsa, asar yozgan bo'lsa, Ştomluq Alisher Navoiy bo'limiz bo'lsa, Fars tili bilan beguvchalaydi, bizim tilimiz Fars tili bilan bizim tilimiz boy. Maciyetin bizim tilimiz baydı. Hayvanların atalığını dep, senin hayvanların atalığını ispalaydıgan tilin yok derdik. Pil azsın tilinde. Pil söz Türk'ü hem de. Pil az dep durup. İşte eserini yazgar. Şunda bir kişilerdeki evlatlarımız bugünkülükte hem şu zağırtılı bilen eseri izlevattınız. Zağırtılı nutuk sözlattınız ne diyeceğim? Oynak. Bir padiyeli ehval. Bunu keyin anıtırlı hakkında programman bağdan şu vaxtda sözlerimiz konkret kılıp. İnşallah. Demek bu yerde Napolyon. Hoş. Bir tilden ibaret. Bu vasıtındaki insanların nebidin derek bir bilgeçke Fransız imperiyasını kurup çıktı. Fransız milletini tırıldırıp aldı. Kutkuzup aldı. Hoş. Hem de Germaniya kirdi. Germaniya 1871 2. imperiyani kurup çıktı. Kurup çıkan Wilhelm I. Ama onun baş veziri Tömür Rıssar dep nam var. Türkler Demir Şövalye deydi. Biz onu Tömür Kol Rıssar deymiz. Şu kişi baş vezir bo'lgan. Bu kişi baş vezir bo'lgan chog'da endi mana 2. imperiyaning favqulodda zo'r rol o'ynagan kişi bu. Bu aşı Nemis imperiyasi tilgan vaqtida Bismarck'dan başlaydı hem de. Gerçi padişah Wilhelm I bo'lsa-mu, lekin o'tdan Bismarck'dan başlaydı. Bismarck Abdülhamid Han'la zamandaş kişi. O kişi 1804 yılı tug'ilgan. 1871 yılı baş vezir bo'lgan vaqtida bu Germaniya şu vaqtda 12 shtatga bilaglik 314 kichik beglik bilaglik. Yani Germaniya 12 bilekke ve 314 beglik bilinip ketken. Bunun sebebini Ottovan Bismarck tatbiq qilgan. Baş vezir bo'lgandan nəhayət sürgün var. Resmi ko'rsam enidan chiroyli surayver chiqib turgan adam. Bu uyum igiz 89 mı 93 mü yaşında bu adam. Ütek giydiğin tömür kalpak giyip yurgan adam bu. Sen bütünleydeki sebepçi til ekanligi. Bu tilni qatnal qilayotgan narsa chirkov ma'rif ekanligini bilib butkul ma'rifni davlatlarga o'tkazib olgan. Yani chirkovda nuqulda sözlerdeki hukm dairesini erkin canlı kışıltış uyakta olsun kaçlaşlı ibaret. Biraz merkez durağın beli olgan. Demek bir yerde bu çirkov marifin, dölen marifin iltişir alkı nemin alkıgansa tilini alkıgan. Yani ben söz etsem düşündüğüm bir avam olsun. Diyen ufkam. Hoş. Hem de bu Aflan hayran kaldı. 1871 yılı baş vezir bo'lgan bu Ottovan Bismarck 314 beglik bilinip ketken bu Germaniyani qisqa muddat ichida dunyoviy, yani qisqa muddat ichida 1884 yilga kelgan chog'lar dunyoviy imperiyaga aylanib ketgan. Bugungi Amerikaninki o'rinda Germaniya ayni vaqtida. Yani Germaniya har qanday siyosiy yig'in bo'lsa, Ottovan Bismarckga tapasi chiqib yana qo'yib, men degan masala qanday bo'ldi deydi ekan. Bugünkü Amerika bir siyasi yig'in bo'lsa, menimki avtomatlarım nerede ekan? Tinch okean qanchasi bor ekan? Hind okeani qanchasi bor ekan? Mana shu deydi ekanda. Gerçi so'zning temisi o'xshamasmi? Ishlatgan vosita o'xshash bu yerda. Birisi tapash degan bo'lsa, zamon yurak kelgan joyda Amerika avtomatkam nerede degan. Avtomatka bir qo'shin hamda. Nerede ekan bu avtomatkalar ham nima to'g'ri so'zlash olsa, kun tartib nima deydi-ki, şu Amerika'nın diginlab, şu Amerika degan söz qarabla chiqadigan gapkanda. Demek bir kuchli qilayotgan narsalar, kuchli qilayotgan narsa nima? Til. Demek tilni biz xalq tushunadigan shaklda, bir birlik keltirgan shaklda tashkillamasak, hammamiz o'zimizning depak o'zimiz usulanadigan, o'zimizning naqshimizni o'zimiz aytadigan aşağıda shaklda qolamiz.
program 20% degan 20 davomlashi degandan aka bir 20 tek söylegan bo'ldim taxminan ukam. Bek kengayt etmay ukam. Demek tilda milliy ang yetildi. Birlik qurildi. Agar til bo'lmasa milliy ang, milliy birlik chiqmaydi. Milliy angni deb bo'ldik hamda. Oxirgi qitimda milliy birlik deganda birlik bo'lmaydi degan mushu so'zimni bir rivoyat orqali xulosa etib, shunda sen belgilab bergan vaqtimni tugab qoldi o'xshaydi ukam. Babilon sho'lsiga bir qissa bor. Dunyo mashhur qissa. Yani bu nima degan qadimgi Iroqliklar Babilon bugungi Iroqniki bir shahri. Bir Allah Taala bir söz işimiz deb bir şo deseydik ya. Bu şo'da o kadar egizgenki ko'k taqishdik. Yani bularning nimasida Allah asmanda, zaten asmanda bizim bilmeyeceğimde. Zaten degan Uyg'urcha biz zaten desem Abdurashkam Turkishlarda o'ylab qo'yamiz. Zaten degan so'z biz Turkishga zaten aynan o'xshash. Aslan deydi. Demek bu Babilon xalqi bu şo'ni yasab bo'lgandan keyin kim chiqdi degan masalada muhokama qilishdi. Qilib muhokama oxiri chiqmaydi. Bo'ldi bugun kashlab ketdi. Ular aytda masalashib kimning chiqadiganligini, qaysi qavmning adami chiqadiganligini muhokama qilishdi deb tarqab ketdi. Aytsi ular shotning kelgan chog'da hammasi her g'ung'ildagandek boshqa bir so'z so'zib qolganda oqsoqollar. G'ung Allah Taala bulan tilini bölüp etken deydi. Hemmisi özün tilde men söz atmaylık onun gibi a düşenmeydi. A söz atmaydı onun gibi men düşenmeyme. Şuna bir-birisini mahsını uqtıramay asmana çıkıp Allah'a da söhbetleşini ibaret bu gayesi suğuçiliştikə deydi. Demek birlik keltiradigan birden bir vas nimeke ukam? Til. Bu bir ilahi kanuniyat. Biz bilip turatımız. Allah Taala insanlarga şu til arqılı alaqılığını bilgeçke Allah Taala perişan nimarlık kadar qaylık vardı, tıllargıl qaylık vardı ne bican. Şuna ama ma şeylerin ismini de bergen adam ma perişle meningki hikmetimge sal fikri bağ o'xshaydi. Endi har qaysi şeylerin ismini de beribdi, perişan şu zaman secde qildi. Ben nimer olan söz, til. Demek tilni qo'g'dash, tilni o'rganish tillarga o'zini ifade bu ilahi kanuniyat. Bu biz davagan, biz keşf qilgan narsa emas bu. Boya deb o'tib ketgan buni ahamiyati, buni rolini bilgan kishilar, har dunyoviy millatlar, siyosiy millatlar olib ketdi. Biz bu ishni ahamiyati bilgan vaqtimizda dunyoviy millat bo'lgan. Biz Bozqara imperiyasi beka qurib chiqdik ukam, yaylaq qurib chiqdik biz. Hammasi o'rni bor. Şu vaqtda o'tibkanniki ikbaguning jini ekanligini o'tibkan qo'ldan kessa Uyg'ur qavminiki manfaati yo'q chiqdi degan. O'tibkan shu Uyg'ur imperiyasining poytaxti bo'lgan yerlar shu ikbaguning markazi. Demak, bizning Uyg'ur millatimiz nimeniki siyosiy ahamiyatini qancha bilgan vaqtlarida dunyodan so'ragan. Bunun bir tipik misali şu til. Demek Hakan sözdeydi, vezir vuzra, general Sangon, leşker nöker, hemisi anlaydı düşündü. Vura dedi, çıkıp gidiyor, vura dedi, kedidan gep. Allahu Ekber edan gep, kedidan gep. İkinci konu Şark Türkistan imperiyasininki, ikinci konu Şark Türkistan imperiyasi, Allah da şunu nisip olsun, ağzım çıkıp vardı. İkinci konu Şark Türkistan Cumhuriyeti İlhan Törün söylediğin nutfun ağzına bedelini ucugulap tutuyor. Altı şuarı söylediğin sözlerim, Yaşar Meydan söylediğin sözlerim. Aş söz bilen ayarlama gazal katlaşını tüketken gep, altın zır hemiden satkan gep, altın bilezikleri üzük hemen satkan gep. Ne bile şu neresi maksat yetti? Til ve yetti. Demek Uygur millette bugün küllik gençada neme diyecek kalgan olsa şu yerde orun duruş gerek. Biz neme ehmet vermemiz olsa şunun ehmet verişinin başlanış gerek. Bunu bilişimiz gerek. Biz tilden ibaret bu nersimizi kutulduramay durup siyasi millet orunumuzu esir kilemeyimiz. Vallahi billahi. Ahir xulas kalaman muşufkam. Rahmat ukam 20'de 30 buldu aka degentin sel hayacanım kaldı mı okumadım ukam onun sonra şansı yaxşı dep yaxşı anlap bergen bir xerdan tip alsam
Cıksızda kaldığı mijazım var. Rahmat hacım kamdelik vaqtni bir şekilde qildik ama naydi gipingiz naydi o'rinliq naydi hajmi kuchli o'g'achqa biz uni yaxshi men tuymay anglab ketibman. Yana birisi ham hacım kam bu şu bizdeki shu to'qinishlarning shu ba'zi bir ziddiyatlarning kelib chiqishi shu til tushunmasligimizdan bo'lyotidi-ku ham hozirgi gapingizning asosi. 100% shundoq. 100% shundoq. Muşuluk şimdi people diye şunu kelib chiqqan gaplar. Bu Uyg'ur tarjima qilgancha qanday men Nebija ukam bir so'zning hukm doirasi bir sharoitda bir xil bo'lgan, yana bir sharoitda yana bir xil jumla kirgan kontekst ma'nosi bor deb bas. Uyg'ur tilining tus ma'nosi u qadar zo'r ekanki, o'tganda Amina xonim tashkilga ilmchida shu adabiy tilniki roli va ma'rif bo'lgan ta'sir to'g'ri so'zlagan bo'lib, uni sen anglading ukam. Shuni dedimki men bu til orqali biz bir-birimizni bayon qilib ifoda qildiğimizdan tutsak bu tüsmelerden o kadar çıkken ki başka millet yok o var lekin bizge o'xshash izlemez. Bizim bir şekilde sözümüzde cümle içi qaraplam selbi ve icabi ma'no qarab ketib qolganini bilamiz. İcabi sözü bo'lsin mu? Mesela fikam aldamız nıqib qoldigan bo'ldi bir misal o'tib. Texmi degan ravishlanlaydi. Texmi bakmi nayt intayin degan gap hamda. Mesela bir balık dedik. Texim tirishib kelgan juma desek bir bola o'qiyotganligini bildirdi. O'qiyotgan lekin texim tirishgan. Bekrak tirishgan degan ma'no ishlatamiz. Alloh taolosin texim baxtli qilsin degan bo'lsa, bir er ayolniki yashayotganligini baxtli qilgan, lekin texim baxtli qilsin deyapmiz. So'zning o'ramini mesela ijobiy ma'no chiqdi. Hamda 20-30 yoshli bolaga Allah Teala tug'ilgan kunni tabriklab, men tug'ilgan kunni tabrikladim deb qo'yaman misolga. Tug'ilgan kunni tabriklab, Alloh taolo sen umrini texim uzun qilsin deb bu salbiy ma'noda bo'ldi mana. Çünkü 20-30 yosh bola texim umrini uzun qilsin deb qancha yashadiki u. Demak, bu texim desiz kimga ishlatamiz? 70-80 yosh mo'yliq ishlatamiz. Va cho'nda da sening umrini texim uzun qilsin juma Alloh taolo desam, 80-90 kirgan mo'yliq bu memnun bo'ldi bu so'zdan. Qarab, texmo degan bir so'zdan bir jumla kirganki kontekstdagi ma'nosi o'xshamasligini qarab, nima ijobiy salbiy ma'no bildiryapti. Tilga mana mushlar narsa. Mush so'zlarniki hukm doirasiga zilligi bu Uyg'ur millatiga u qadar akademik shaklda u qadar to'yingan bir qism bor ekanki, buni keyin qismda Alloh taolo xolsa antilaqil so'zlaydi. So'zlagan vaqtimizda shu vaqtda sintakslik o'zgarishlar va fonetik o'zgarishlarni maqsad teyin so'zlayman. Shu vaqtda bilsa bu ana tilimizningki qancha boy, mo'l ekanligini bu tilni sohibi turib bugungi kunlikda biz zag'ir tilda asar yozgan bo'lib qolganligimizni, zag'ir tilda asar o'zi yozg'ish sharif sanab yurgan kishilarimizni, zag'ir til nutq so'zlab saydini tushunmayotgan kishilarimizni ko'rimiz ukam, umidsizmiz, afsusimiz. Apla sen mushudan so'ylab olsa ukam xayr etsin, umring uzun qilsin deymiz, gap tugaymiz. Alloh sen qalbing isloh qilsin, tilingni ravon qilsin, zehningni ochiq qilsin deymiz ukam. Boshqa nima molimiz bor endi? Xo'sh ukam, chiq so'zlayapti yana. Yo'q, rahmat aka. Yana birisiga ham shu gapingizga men qo'shimcha qilay dedim. Chunki bizning hozir hayotimizda yashayotgan bir nima bor-da, reallik bor. Chunki oilamiz mesela chet elda cho'ng bo'lgan bolalarimiz bilan til jihatda ba'zi vaqtida anglasholmay qolamiz-da. Mesela deyishib, tushunishmay. Shunday bo'ldi. Shekildagi gaplarimizni uqtirish bilanmay, gapimizni ta'tir tushunib qoladigan ishlar oilamizda bo'ladi-da, ko'rilyotdi. Shu so'zlarning hukm doirasi ba'zi qarindoshlarimiz balkim anglagan, yangi anglagan yoki hozir kirgan qarindoshlarimiz ba'zi nazariya tushunib qolishi mumkin. Ammo bu nazariya biz bilishga tegishli nazariya. Shunaqa hajimkam. Shundoq. Bu hajimkamning gapi biz bilishga tegishli cho'qim bilmasak bo'lmaydigan. Tilning bu ilohiy qonuniyat Nabijon. Bilmasak bu ilohiy qonuniyat. Ilohiy qonuniyat qaysak biz aziz bo'lamiz. Ilohiy qonun qo'ldan berib qo'ysak shu Naychulda 40 yil izib yurgan Musa alayhisolamning qavmida izib bangirab yurgan gap ukam. Shunday. Bunun üstüne dünyanın her bir kıtasıga taraldık. Her bir yerdeki balalarımızga mı işlepti da İstanbul'a varsa ortak dil, Uygur dili olamdı ki bu tesemdi balalarımızdan bir yerga yapıp bir şekilde ortak dil. Bir hikayem çıktı abi. Bir aptır yazdı. Türkiye Uygur'sunu uygunlagan buldum adaş deydigan bir Türkiye'ye bir Uygur bilen alaklaşıp bulanmay
Şuna bir mezun kılgan bir tema kılgan hikaye var. Hoş. Hoş. Kızgarlık kılacak. Tamam aka. Rahmet, Allah razı olsun. Muşundak bir şekildeki kıymetlik leksiyalaringizni muş arqali qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashsak, bu programmamizni muajirat kun tartib degan bir programmamizni inshaalloh Alloh taolo bizga manfaatli qilib bersa, anglovchilarimiz bu mushu programmadan bir manfaatlansa degan umidiman. Hajimka. Maqsad shu, ne bileceğim? Sizga o'xshash. Maqsadda tushungacha ukam sınma programı katıldım. Ben ilgili bunda bir programda çıkıp gidişimi xalamaydigan adam. Tekliflerine eğan bolsam çıkmagandım ukam. Ama sen bir universal bir kanal kurup çıkıp şu Uyghur milletiga menfaat, umum menfaatga uygun bo'lgan, can menfaatga chetishlik bo'lgan masalan muhokama qilib bir yo'ritib bersa degandikin men uningga bir xush bo'ldim ukam. Sening g'oyangni, sening maqsadingni ro'yobga chiqarish uchun bir kichik bir asam bo'lsin deb o'ltirdim ukam bu o'rindiqda. Allah her şeyimizdeki niyet, iqbal, ixlaslarımızga yarışa ecri nimet versin ukam. Allah aziz kılsın. Amin, amin. Rahmet aka, hajimka. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun Nebice ukam. Allah'a emanet. Rahmet. Hürmetli görürmenler, programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah keyinki programımızda yandan aldığın berimiz, uçur berimiz kardeşler. Şunda olsun mu kardeşler? Kanalımızga a'zo bo'lishni unutmanglar. A'zo bo'lsanglar vaqtidagi tarqatgan programmamizni vaqtida ko'ralaysizlar. Yana birisiga bizga eng cho'ng yordaminglar. Boshqa kanallarimizni ulanimizni taqib qo'ysanglar, shu sizlarning bizga qilgan eng cho'ng yordaminglar. Salih duolarni yod etib turinglar. Hammangizdan Allah razı olsun. Hammangni Cenab-ı Allah'a topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.